Assalomu alaykum hurmatli do'stlar va hurmatli Avtomix kanalining ashaddiy kuzatuvchilari. 2026-yil 2-fevralda sizlarga aloqaga chiqyapman. Anchadan beri YouTube ga videorolik qo'ymay qo'yibmiz. Ana akalar, bugungi videoroliklarimiz Damas mashinasini 0 dan 100 gacha full original haydovchi zapchastlarini narxlari haqida ma'lumot beramiz. Videorolikka bir dona like bosib, bu videoni Damas haydaydigan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Akalar, do'konimiz eslatib o'tamiz, Guliston shahrida joylashgan. Sirdaryo viloyati Guliston shahar Jilgaradok eski kardiologiyaning ro'parasida joylashgan bo'ladi. Akalar, 90lik 477 55 nomerlariga yozsanglar, Telegramdan lokatsiya tashlab beramiz. Nomerlarimiz 90lik 477 55 nomerlaridamiz. Akalar, unday bo'lsa vaqtlaring olmasdan videorolikni boshlaymiz. Akalar, bir boshdan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ikkita oldi, ikkita orqa amortisatordan bo'ladi. Akalar, amortisatorimiz aytib o'tamiz boshida Xitoyda ishlab chiqarilgan, kачестволari zo'r bo'lgan, чистый, cho'tka amortisatorlardan bo'ladi. Va o'zim Damasim bor. Damasimga ham qo'yib, xudo xolasa baraka topib, cho'tka qilib ishlatib yurganman. Endi bu eng asosiysi restavratsiya, tufta amortisator emas, Xitoy zavod bo'lgan GM, eng asosiy GM amortisatorlarimizdan hisoblanadi. Ikkita oldi, ikkita orqa. Bundan tashqari, чистый original Koreya davlatida ishlab chiqarilgan chashkalarimiz, o'zida Made in Korea. Kimda qarasanglar yaltiroq parafin nimalari ham bor, rezinalarda. Oq narsa chiqadi. Bu rezinlantirishni oldini oladi. Bundan tashqari, oldi stabilizator rezina, bu ham чистый original koreyskisidan bo'ladi, 8 ta dona ketadi. Ko'pchilik mana shunaqa rezinalar olayotganda aldanib qoladi. Xitoydan olib qo'yadi akalar yoki originalga o'xshagan podelkalardan olib qo'yadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun mana ko'rsatib o'tyapmiz, haqiqiy originaldan bo'ladi akalar. Bundan tashqari, hattoki mayta orqa amortisator rezinalarigacha original 4 ta turadi. Undan akalar cherepaxa rezina, undan 4 ta turadi. Bu ham haqiqiy originaldan, mana shu ko'rib turgan 4 ta cherepaxa rezinadan hisoblanadi. Bu ham oldida turadi, Damas mashinasini. Keyin udarnik rezina ikkita oldi amortisatorda turadi. Bu ham haqiqiy original koreyskisidan bo'ladi. Ko'pchilik mana shu udarnik rezinani ham Xitoydan olib qo'yadi. Hamda mashina yamaga tushganda jo'stki bo'lib qoladi akalar. Bu mягкий bo'lgan hisobiga mashinalar ancha yumshoq yuradi. Keyin mayatning akalar, mana haqiqiy original koreyskiy mayatimiz. Koreya davlatida ishlab chiqarilgan, bu ham zavod bo'ladi. Hamda resor vtulka, bu ham original akalar, mana haqiqiy чистый zavodskiy resor vtulkalarimiz ikkita. Keyin resor rezina, haqiqiy original Koreya davlatida ishlab chiqarilgan resor rezinalarimiz. Bundan 8 ta ketadi. Keyin TRT sharoyimiz, haqiqiy original Exa firmasidan, TRT zavoddan chiqadi. Bu original akalar, buni ham podoriginallari ko'payib ketgan. O'zi dokumentlari bilan chiqadi, ikkita ketadi. Keyin nakonechnik akalar, mana Yulim nakonechnik. Чистый original haqiqiysi bo'ladi akalar, bu zo'ridan. 4 ta ketadi, buni ikkita o'ng, ikkita chap. Mana ko'pchilik buni ham podelkasini sotadi, mana sizlarga haqiqiy original koreyskisidan ko'rsatib o'tyapmiz. Keyin 5-nakonechnik akalar, mana mana shu yerda ko'rib turgan hamma zapchastliklar, xo'p, narxi keladigan bo'lsak, narxini sizlar uchun 1.195.000 so'm qilib belgiladik. Do'konimizga kelsanglar, mana 1.195.000 so'm bilan mana shu yerda ko'rib turgan hamma zapchastlikni hisoblab olsanglar bo'ladi. Bu narxlar 2026-yil 2-fevral bilan aytilyapti. Xudo xolasa narxlar yaqin o'rtada o'zgarmaydi. Shu narxda beramiz, kelsanglar. Ishonarli, eng muhimi original zapchastlar. Bizda aldov yo'q. Endi ko'pchilik zapchast olayotganda zapchast tushunmaydi. Borib Xitoydan olib qo'yadi. Ustaga, misol uchun, ko'p ustalarga farqi yo'q. Olib olgan narsalarni qo'yib beradi. Shu bilan hadovi yaxshi chiqmashi mumkin. Hadovi zapchast olayotganda eng muhimi ishonarli, sifatli do'kondan olishinglarni tavsiya qilaman, chunki hadovi har kuni ham qilinadigan narsa emas. Shunaqa. Akalar, mana telefon nomerlarimiz 90lik 477 55 telefon nomerlariga aloqaga chiqib bemalol Telegramda yozsanglar, lokatsiya tashlab beramiz. Xohlasanglar 12 ta viloyatga BTS pochta orqali dostavka xizmatlari ham bor. Chiroyli qilib dostavkalar qilib beramiz. Hozir Instagramimizni ham pastga yozib qo'yaman. Instagramdan ham o'tsanglar bo'ladi. Avtomix pastki sizlikcha 20, yana pastki sizga yozsanglar, Instagram kanalimiz ham bor. Bu yerda ham bizlar kuzatib olsanglar bo'ladi. Akalar, videoroliklarimiz yoqqan bo'lsa, videoga bir dona like bosib qo'yasizlar. Hamda bu videoni Damas haydaydigan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Keyingi videoroliklarimiz nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Undan keyin YouTube'ga ham ko'proq video qo'yishga harakat qilamiz. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qiling akalar.